Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammanglarning shu joy vaqti xayrli bo'lsin. Mening ismim To'g'liq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmdan. Men hozir navbatdagi do'stlarga demoqchi bo'lgan gapim, bizningki hozirgi shu Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'urlar birdan bir vakillik qilmaydi degan nimasidagi shu petitionimiz 5000 bir atrofida bo'lib qoldi. Bo'pti. Men shu munosabatlarni oldi bilan Yevropadagi, Germaniyaning har qaysi shaharlaridagi, Angliyadagi oilaliklar, shu necha kun qarshi birg'aladi, Nyu-Yorklar qatorgan akalarimiz, Los Angeles, Chicago, Yaponiya, Tokio va boshqa Osakadagi qarindoshlar, anandan Turkiyaniki Adanadan tortib Anqara, Istanbul, mishadagi oilaliklar, hatto qilolmaganlar o'zininki bizga ishinib, shu ismlarni berib, bizmi roziligini telefonda ovozga ilib, keyin ham bir o'yinlar o'ynalmasin debchi. Yordam berib qildik. Bu ishni davomli qilamiz. Endi buningki hozircha nimasi chekin hozir 10 ming qilib qo'ydik. Undan keyin yana atadigan qarindoshlar o'z atayversangiz 30 ming, 40 ming, 100 ming bo'lsa Uyg'ur xalqininki kuchini bu Dunyo Uyg'ur qurultiyiga sen birdan bir emas, sen bizni indijeniz qilib etding, sen mustaqillik talab qilmading deb biz bularniki 20 yilning yog'i, 17 yilning yog'i qilayotgan yolg'on davosini g'arb ellariga ko'stimiz. Bizningki o'zimizningki iddaosiningki mustaqillik ekanligi, Sharq Turkistonningki Xitoylar tarafidan tajovuz qilinib besib olinganligi, Cumhuriyet qurganligimiz, bizningki bular bilan qon, til, din, kultur jihatda, madaniyat jihatda hech qanday bir elish-berishligimizning yo'qligini, bizningki bular 1949-yili 11 betim bilan shunday yolg'on va'dalarni berib kirib bizni qirg'in qilayotganligi, Dunyo Uyg'ur qurultiyininki shu bizningki hech qanday xalqninki ruhsdan olmay turib indigenes, bizni indigenes qilib aytganligi. Shuningga bizningki bu hozirgi 21-asrda mushu oy, mushu kunlarda Xitoyninki bizni hatto madaniyat inqilobidan bunchalik qaranmagan, Urumchi qirg'inchiligidan bunchalik qaranmagan, G'ulji qirg'inchiligidan qaranmagan, shu indigenesni bana qilib turib, g'arb ellariga sen qilganni men qilmay qanday qilading degan shu narsani bizdan so'ramay, shu kategoriyaga bizni akir qo'yib qirg'inchilik qilishiga sababchi bo'ldi deb biz yozimiz. Siyosatda yuz qaraydigan narsa yo'q. Siyosatda ma Uyg'urimti, ma tuqqunimti, ma g'uljiligimti, ma bir mahalligimti deydigan gap yo'q. Hech kimga qaramaymiz. Shuningga qarindoshlar, men mana 3 kun bo'ldi petitionning ishlari bilan aldirashib ketdim. Nimaninki oldidagi namoyishig'imi parlament oldidagi chiqib bo'lmadim. Inshaalloh uningga aytliklardan bir chiqmayapman, chiqib bo'lmayapman. Endi ota-onamnikini qilyapman, xalqninki ishini qilishmi oson emaski, da'vo qilishmi. Haqiqiy da'vo qilsa qanday bo'lganini men shu petitionning ishidan bog'i shunchalik rasgapni qilsam charchab ketdim. Shu petitionga kuch chiqargan barliq do'stlarimga, Qozog'istondagi nima do'stlarimga, shu Bishkekdagi, O'rta Osiyodagi, Shvetsiyadagi cho'nglarga ba'zi bir imzo atgan, ba'zi bir Shvetsiyadagi O'rta Osiyolik adlarimizga rahmat aytaman, qarindoshlarga rahmat aytaman. Shu Turkiyadagi qarindoshlarga, Amerika, Kanada, Avstraliya bu taraflardami xeyli do'stlar borki, ayrim hollarda cho'ng opalarimizga qilib, urug' tuqqanlarga tavsiya atqizganligini hammani biz bilan aloqa qilishib deb kelyotdi. Biz hammani hujjat ustida saqlab menyapmiz. Shuningga men qarindoshlarga shuni deymanki, mushu petitionga qatnashgan qarindoshlarim, mushu 10 ming kishilikka apagan qarindoshlarim tarixninki mo'lcharliksiz sharaf taxtasiga yozilsiz qarindoshim. Bu sizning hisiyotingizni o'ynayotgan narsa emas. Bu sizningki qalbingizni o'ynayotgan narsa emas. Bu Sharq Turkistonninki xalqaro sahnada Sharq Turkistonninki mustaqilligini asliga keltirish uchun qilayotgan bir siyosat. Bu sizning qandaqdir bir hisiyotingiz yoki sizningki narsangiz emas. Shuningga men qarindoshlarimga deydigan gapim, mushu imzoni atgan do'stlarimiz tarixninki sharaflik batlarga yozyapti. Ne kitaplar yazayotgan hadlarimiz, akalarimiz bor. Shundoq pokiz, ne narsalarni beryapmiz.
Muşu imzalıqni təşkil etib turib, özümüzni qo'llagan, bizni qo'llagan akalarimizningki, hədlərimizning, cho'ng apalarimizning, ukalarımızning, hatto böşükdiki, töşükdiki balalarga emiyal etib turib qolgan hammasının bu vaqtdan tortib 7 yoshgacha hammasining ism familiyasi tarixninki sharafli taxtasiga yozilib menyapti. Munofiqlar bilan vatanparvarlar ayrilyapti. Shuningga qarindoshlarga davomli yana kuchishini umid qilaman. Qarindoshlarga rahmat. İmzayımızınki 5000 ga chiqqanligini tabriklayman. Uningdan keyin mau imzolar tukkanddan keyin normal namoyish misol kun istehimi kundagidek boshlandi. Uningdan keyin ba'zi bir manga kelgan bir gaplar yoki u bu narsalar Norvegiyalardan, UABlardan men ularga ayrim chiqib ekrandan bildiraman. Men yo'qolib ketmayman. Men bor.